Qizlar, klientim keldi. Bu kishini avvalan video so'raman. Chiroyli videolar qilib bergandi menga bu kishi. Bugun keldilar, mana yuzlari. Qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Polni borib 2 million yozayotgan, menimcha. De. 2 million 600 ming narsa oldim. Hozir уже kremlarim bilaman buni muvokamazgina qoldi. Shuning uchun keldim yana olishga. Chunki yuzimga effekt berdi. Yuzim ancha tiniqlashib qoldi. Mana ugrilarim chiqishi ham to'xtadi. Hamma aytganlaringizni qilyapman. Ichlarni ham tozaladik. Boshida shunaqa qilib va'da berib ketgandilar, o'sha bo'ldi boshlayman deb. Bordim, kosmetologlarimga ham bordim. Hammasini birdaniga qilyapman. Xudo xolasa mana yuzim undan ham oldingidan ham ancha yaxshi bo'lib qoldi. Xudo xolasa eslayman-da, yuzingizda yaltirashlar paydo bo'lgan, tiniqlashgan. Chunki aniq eslab qolganman-da bu kishini. Mutniyroq edi yuzim. Shunaqa edi. Ishlatganimdan keyin yuzim yaltirab, o'zi hamma dugonalarim so'rab yotibdi. Nima qilyapsan? O'zi qayerga boryapsan? Qanaqa kosmetologga boryapsan?